Ahmad Jaloliddin Podsho xoinmi? Sulton Abdulhamidxonning sodiq do'sti Ahmad Jaloliddin Podsho bizga sarxufiyaligi va sultonning eng ishonchli podshosi sifatida tanilgan edi. Lekin serialning oxirgi qismlarida esa negadir Sulton Abdulhamidxonga qarshi bo'lib qoladi. Nega? Keling bir boshidan ko'rib chiqamiz. Ahmad Podsho ko'ringan ilk qismlarida hatto Taqsim Podshoni ayblaydi va so'roqqa tutadi. Xoqonimni qiynab, butun yukni uni yelkasiga yuklabsiz. Bundan keyin barchasi o'zgaradi. Hamma o'z vazifasini bajaradi, deydi. Ahmad Podsho aslida kim? Uning shaxsiy hayoti va sultonga bo'lgan sadoqati haqida ozgina aytib o'taman. Ahmad Podsho yurtiga va sultoniga sadoqat ila xizmat qilayotgan sarxufiyalarning boshlig'i edi. Ahmad Podsho bir kuni suiqasdga uchraydi va bu suiqasd ortidan jondan so'ygan ayolini yo'qotadi. Lekin sultonga bo'lgan sadoqatiga zarracha putur yetmaydi. Serialning o'rta qismlarida uning otasi paydo bo'ladi va u bilan ham sinaladi va otasini ham yo'qotadi. Va yana dushmanlar, ya'ni ingliz va rus elchilari tomonidan va masonlar tomonidan qilingan fitna-yu tuzoqlardan omon chiqadi. Lekin xiyonat qilishni o'ylab ham ko'rmaydi. Qayta Sulton Abdulhamidxonga jonini qalqon qilib turadi. Xo'sh, unda nega Abdulhamidxonga qarshi bo'lib qoladi oxirida? Buni sabablarini ham ko'rib chiqamiz. Bir qismda Sulton Abdulhamidxonga suiqasd uyushtirishadi. Necha kunlardir kasalxonada davolanadi. Ahmad Podsho o'ziga kelgandan so'ng Sulton Abdulhamidxon keldimi? Xabar oldimi deb so'raydi. Doktorlar yo'q, sultonimiz kelmadilar. Xabar olishga ham hech kim kelmadi, deydi. Shunda Ahmad Podshoga alam qiladi. Sultonni nazdida meni hech qanday o'rnim yo'q ekan deya xafa bo'ladi. Bu endi insoniylik kutuviga va nafsga borib taqaladi. Biz o'zimiz ham ba'zi bir paytlarda qilgan ishlarimizni minnat qilib, shuncha narsa qildim, yonida bo'ldim, menga kerak bo'lganda yonimda hech kim qolmadi degan his o'tganidek, Ahmad Podshoda ham shu o'y-xayollar o'tdi. Lekin Abdulhamidxon ham tushunsa bo'lardi. Ming bir sinov va tashvishlar bilan ovora edi. Sultonning o'zi borib xabar ola olmagan bo'lsa-da, Ahmad Podshoning ahvolidan doimiy xabardor bo'lib turgandi. Bu birinchi sabab bo'lsa, ikkinchi sabab Abdulhamidxon Ahmad Podshodan shubhalana boshlayotganda. Eng jonidan o'tib ketgan voqea shu bo'ldi. Ahmad Podsho uchun qattiq zarba bo'ldi bu. Endi Sulton Abdulhamidxon Ahmad Podshodan nega shubhalandi? Shunga to'xtalsak. Sulton Abdulhamidxonning dushmanlari u taxtga o'tirgandan beri turli fitnalar bilan uni tuzoqqa tushirib, taxtdan ag'darmoqchi bo'lishdi. Lekin har safar mag'lub bo'lgan o'zlari bo'ldilar. Hech ham uddasidan chiqa olishmadi. Shunda ular yanada mukammal reja tuzishga o'tishdi. Sultonni taxtdan ag'darish uchun avvalo uning yonida sodiq xizmat qilayotgan podsholardan qutulish kerak. Shunda Abdulhamidxonning yonida sodiq podsholardan biri Taqsim Podsho va Ahmad Podsho edi. Taqsim Podsho ham ko'p sinaldi, qamaldi ham, sudlandi ham. Uning nomidan sultonga yolg'on xabarlar jo'natishdi. Lekin na Sulton Abdulhamidxon Taqsim Podshodan shubhalanmadi va Taqsim Podsho ham sultonga xiyonat qilishni o'ylab ham ko'rmadi. Keyingi videolarimda Taqsim Podshoning obrazini ham yoritib chiqishga harakat qilaman. Endi Ahmad Podshoning voqeasiga qaytsak.